5 litr qon bor. Agar kamida mana bunchasini yo'qotsak, tomirimizdagi bosim jiddiy ravishda tushadi va uni qayta tiklash kerak bo'ladi. Shuning uchun 17-asrda har xil tajribalar olimlarning miyasiga o'rnashib oldi. Ular hamma narsani odamga qo'yib ko'rishga harakat qildilar. Sut, o'simlik sharbati, sharob, axir u qizil-ku, to'g'rimi? Pivo. Mana sizga kerak bo'lsa. Nihoyat hayvonlarning qoniga navbat yetgan. Qo'zichoqning qoni bilan birinchi tajriba muvaffaqiyatli bo'ldi. Bemorlar sog'aydi, ammo qon quyishdan keyin odamlar o'lishni boshladilar. Nega bu ish bermadi? Buni tushunish uchun maktabdagi biologiya darsligini eslash kerak. Darslikda bu bobni o'tkazib, o'ziga qiziq sahifalarga o'tib ketganlar uchun eslatib o'taman. Qonning suyuq qismi tuz, oqsil va ozuqa moddalarining eritmasidir. Shuning uchun uni